Odatda mana shunaqa 30 talik kolonnani ichidagi sterjlarni qo'yib bo'lgandan keyin fibra beton yopishtirsak 1 metr 450 ming so'mga tushadi va 4 kun vaqt oladi. Agar azbiz qo'yib, kolonna holatini chiqarib, keyin azbizini chaqib tashlab turib ustiga taroli qilib torttiradigan bo'lsak, 1 metr 250 ming so'mdan tortadi. Kapital bazasini 150 ming so'mdan qo'yib beradi. Endi biza bu 6,5 metr kolonnaga ketkizgan vaqtimizni, pulimizni sizlarga yetadigan bo'lsam, juda hayron qolasizlar. Bugun 26-mart qurilishimizni 43-kuni bir kun yomg'irgarchilikning hisobiga ishlamagan kunimizni minus qildik. Qurilishimizda bo'layotgan ishlar, birinchi kottejimizni bitirib bo'ldik, tomlarni yopib, plitalarni olib bo'ldik, ikkinchi kottejimizning ham plitasini olib bo'ldik, uchinchi ham plitasini olib bo'ldik. Endi mana bu kolonna to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, biz bu kolonnani mana bunaqa qoliplardan foydalanib quydik. Uni bazasi, tepadagi kapitali hammasini qo'shganda 1 metr 260 ming so'mdan aylandi. Ketkizgan vaqtimiz ikkita kolonnaga bir kun vaqt ketkizgan. Bu videoni qurilish qilayotgan tanishlarga jo'natib qo'yaylik, ularga rosa foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar.